Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli mehmonlar. Sizlar bilan bugun Binance Crypto birjasidan pul chiqarib ko'ramiz do'stlar. Pullarimizni biz Uzcard va Humo kartalariga birdaniga через chiqarib olamiz. P2P O'zbekistonda noqonuniy, ammo Binance O'zbekistonda уже qonuniy kirib keldi. Qonuniy o'z faoliyatini olib bormoqda. Hammasi juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, hammaga tavsiya berib qolaman. Binance Crypto birjasini bu reklama emas. Meni o'zimning shaxsiy fikrim. Kripto birjalar ichida eng zo'ri legendasi Binance birja hisoblanadi. Xo'p, bu yerdan bosh ekranda ko'rib turibsizlar. Legendariy kriptovalyutalar birinchi o'rinda endi BNB turibdi. Sababi BNB bu Binance Crypto birjasining o'zining kriptovalyutasi hisoblanadi. Shuning uchun u birinchi o'rinda turibdi. Bitcoin ikkinchi o'rinda albatta. Bu kriptovalyutalarning eng birinchisi xullas. Ethereum Bitcoinni yaratgan shaxs Satoshi Nakamoto nomi bilan shu ro'yxatdan o'tkazgan o'zini. Kuchli 15-chi o'rinda turadi eng boy odamlar bo'yicha. Sababi uni 1 millionta bitcoini bor. 1 millionta, lekin o'zi yo'q odam. Hozirda o'zi mavjud emas odam, hech kim bilmaydi kimligini, lekin 1 millionta bitcoini bor o'sha odam. Eng boylar safida turadi. Xo'p, o'zi где-то 20 milliontagina bo'lishi kerak bitcoin. O'sha 20 millionta общий mining qilib olinishi kerak. Unda o'tmaydi, tamom, cheklangani 20 million. O'shandan 1 millioni Satoshi Nakamotoning o'zini shaxsiy bitcoin. Qolgani mining qilib olinadi. Hozir ham har kun fermalarda o'sha farm deydi. Bitcoin farm desa u mining qiladigan apparat, u ferma emas. Molxona emas u. Birozgina tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Uni bitcoinni qandaydir yer tagidan ham qozib olmaydi. Uni kompyuterlar jamlanmasi o'zi o'sha aniq o'zim ham sizlarga hozir yetkazib bera olmayman. O'sha sistemalar orqali ishlab, uni ishlab chiqadi. Kompyuterlar ishlab chiqadi. Uni hech kim buza olmaydi, ko'paytira olmaydi, kamaytira olmaydi, lekin endi turishligicha o'g'irlay olmaydi ham. Ya'ni o'g'irlab keta olmaysiz agarda o'zingiz o'z ixtiyoringiz bilan uni o'sha bitcoin adresiga tashlab bermasangiz, turish sizdan o'g'irlay olmaydi. Xo'p. Videomiz uzoqqa cho'zilmasligi uchun hozir bu yerdan pul chiqarishga o'tamiz do'stlar. Bu yerdan mana bu bo'limni bosadigan bo'lsak, hozir ko'rsatib bermoqchi edim. Mana bu sariqchani ustiga bosamiz, chap tarafni eng yuqorisida turibdi. Bu yerdan agarda verify bo'ladigan bo'lsa, bu akkaunt verifikatsiyadan o'tgan, ya'ni pasport ma'lumotlarini kiritilsa, siz ham verifikatsiyadan o'tib bemalol ishlayversangiz bo'ladi. Binance O'zbekistonda qonuniy. Ana endi pul chiqarish uchun Adres Fundus degan bo'lim bor. Shu birjaga agar notanish bo'ladigan bo'lsa, bu haqda hali video chiqaraman. Ko'proq, to'liqroq ma'lumotlar berib o'tiladi. Kimdir ro'yxatdan o'tishda qandaydir qiyinchiliklarga duch keladigan bo'lsa, men havolasini qoldiraman. Ushbu videomda Binance havolasini qoldiraman, Binance va Telegram kanalim bor. O'sha yerda adminlarni listasi qadab qo'yilgan kanalimda. Agarda kimdadir ro'yxatdan o'tishda, verifikatsiyadan o'tishda muammolar bo'ladigan bo'lsa, adminlar bemalol yordam beradi. Ular sizning akkauntingizga kirmaydi, shu skrinshot tashlab turiladi. Qanday ro'yxatdan o'tish, verifikatsiyadan o'tish haqida barcha ma'lumotlarni ular berib turadi. Albatta, tekin hech qanday mablag' talab qilinmaydi. Albatta, shartlar: bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'lishingiz kerak, Telegram kanalimizga a'zo bo'lishingiz shart. Xo'p, ana endi bu yerdan Buy USD degan bo'lim bor, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu kerak. Bu deposit Binance kelyapti, bu kerak emas. Pay Binance USD deyapti, bu ham kerak emas. Hozirda Buy with USD, ya'ni biz bu yerdan USD ga ya'ni so'mga USDT sotib olishni aytyapti. Biz sell qilamiz. Va o'zimizda bor tokenni tanlaymiz. Misol uchun menda hozir mana shu 4 ta token mavjud, lekin eng ko'pi USDT, qolganlari u darajada уже pul ham deb atash qiyin. Xo'p, bu yerda mana sellga o'tdik. Endi sell max amount degan yozuv bor turibdi. Menda hozir hisobimda 34 USDT mavjud ekan. Bosaman hammasiga belgilaydigan bo'lsam 435.237 so'mni tashkil qilmoqda ekan. Mana endi bosamiz bu yerdan. Birdaniga hammasini chiqarib olayman yoki-da ozroq qoldirmoqchiman o'zim ham. Xo'p, bu yerdan max qilamiz. Mana bu 3 ni o'rniga
negadir bunda nima qilib bo'lmagan. Xo'p, ana endi 14 qilaman. 14 dollar yechib olmoqchiman. 14. Xo'p. Butun 006 uzr do'stlar 6 9 8 2 3 6. Mana shu mablag'larni yechib olmoqchiman. Bu so'mda chaqqanda 179.267 so'm bo'lar ekan. Bu komissiya bilan ozgina nima bo'lib qoladi. Где-то 2000 dek komissiya ushlab qoladi. Ana endi bu yerdan Private Order degan tugmani ustiga bosamiz va bizning pullarimiz muvaffaqiyatli tarzda so'mga aylanadi. Comfortni bosamiz. Processing please wait, ya'ni 300 sekundga kutib turing deyapti. Mana pullarni so'mga o'tdi. Ana endi birdaniga chiqarib olishimiz mumkin. Withdraw cash ni bosamiz yoki-da mana ikkisini bosib chiqib, qaytib adres funksiyaga kiramiz va bu yerda deposit usudity degani bor. Shuni ustiga bosamiz va bu yerdan hozir biz deposit emas, withdrawni bosamiz. Withdrawni ustiga bosamiz. Va bu yerdan mana ko'rib turganingizdek siz P2P qilmoqchimisiz yoki-da birdaniga Humoskga chiqarmoqchimisiz degan yozuv bor. P2P ni bosmanglar, sababi P2P O'zbekiston noqonuniy. Agar bilib qoladigan bo'lsa, sizni telefoningizni musodara qilishadi, ichidagi bor pulni ham musodara qilishadi, kriptovalyutasini ham musodara qilishadi. Birdaniga Uzcard Humoga chiqarsanglar, bu qonuniy, juda ham zo'r. Xo'p, kontinentni bosamiz. Xo'p, bu yerdan endi siz qancha pulni chiqarmoqchisiz deb turibdi. Bu yerda meni kartam ulangan. Shuni ustiga bossangizlar, bu yerda mana добавить address new card degan o'zi bor. Mana shu ustiga bosasizlar, yangi karta qo'yish uchun bu yerda siz ro'yxatdan verifikatsiyadan o'tganingizda ism familiyangiz avtomatik chiqib turadi. Siz xuddi shu ism familiyaga, o'zingizning ism familiyangizga qo'shilgan karta raqamini bu yerga kiritasiz. Bitta kodcha keladi, kodni kiritasiz, tamom. Hech qanday qiyinchilik, muammo, biror kishi kartangizni ulanib, hech qanday strashniy ish qilmaydi. Bu Binance bu legendarniy birja. Hech qanday nima qilishga hojat yo'q. Hozir meni kartam ulangan. Iloji boricha Humo kartni tavsiya beraman, sababi Uzcardda komissiya bor va katta. Xo'p, bu turibdi. Ana endi max qilaman. Men hamma pulimni chiqarmoqchiman. Ana endi bu yerda aytayapti, siz deyapti, shuncha pul chiqarishga qo'yyapsiz. Mana bu komissiyangiz bo'ladi. Mana shuncha pul sizga yetib boradi deyapti. Albatta biz rozi bo'lamiz va Private Order deganning ustiga bosamiz. Hozir ozgina kutib turishimiz kerak, sababi biz hozir nimani ko'rib olishimiz kerak. Ya'ni bizni hisobimizda qancha pul bor ekanligini. Hozir bu Paynet ilovasi ko'rsatadimi yo'qmi bilmayman, sababi ekran zapis qilish aslida mumkin emas, adashmasam. Xo'p, bunaqa ilovalarda. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, 205 ming so'm puli bor ekan. Ushbu kartamning hisobida mana 5976 ko'rib turganlaringizda 5976 205 ming. Shu narsa 370 ming atrofida bo'lib qolishi kerak. Bitta chiqamiz, oblavleniya beramiz. 288 ming bor ekan opchiq hisobimizda pul. Endi Binance'ga qaytamiz va Private, ya'ni sariq yozuvda o'sha Private Orderni ozgina xato qilgan bo'lishim, Comfortni bosamiz. Va bu yerdan kimdadir parol so'raydi, menda esa barmoq izi so'raydi. O'zligimni tasdiqlash uchun va mana o'sha bu yerdan ozgina kutib turing deganda, lekin tepada mana SMS keldi o'sha. Meni o'sha kartam botga ulangan, sразу menga SMS botdan keladi. Mana o'sha Binance'da ham keldi, mana muvaffaqiyatli tarzda pullarni chiqarib oldik. Mana 20 usudeti qoldi endi. Xo'p, Paynetga qaytamiz, bitta oblavleniyacha beramiz va 465 ming bizning hisobimizda mavjud. Bu yerdan kartaga o'tadigan bo'lsa 382 ming bo'lib qoldi. Mana to'g'ri. O'zi shunday bo'lishi kerak. Pullar juda tez miqdorda tez vaqtda kelib tushadi. Hech qanday P2P ga kirish ham shart emas. Может 3-4 ming yoki 5 ming, 10 minggacha P2P da qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu eng xavfsiz va eng qonuniy varianti do'stlar. Hammaga tavsiya berib qolaman. Bemalol kirib, sizlar ham Binance'dan foydalaninglar. Binance legenda. Xo'p, agarda kimda o'sha qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ushbu Binance'ning havolasini qoldirib qo'yaman. Bemalol kirib sizlar ham bundan foydalanishingiz mumkin. Agarda kimdadir ro'yxatdan o'tishda yoki verifikatsiyadan o'tishda muammolar bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek, Telegram kanalining havolasini ham qoldiraman. O'sha yerga o'tsangizlar, adminlar bor. Adminlarga yozsangizlar, sizlarga o'sha muvaffaqiyatli tarzda
yordam berishadi. Tekin albatta hech qanday pul kerak emas, yordam berishadi. Bemalol kirib savdo qilishlaringiz mumkin. Savdo qilishlar haqida ham hali video obzor bo'ladi albatta. Binasini chuqurroq o'rganishimiz kerak. Sababi kriptovalyuta bu kelajak do'stlar. Hozirda Trampning ham o'zining shaxsiy kriptovalyutasi bor. Tramp chiqargan, Tramp official degan kriptovalyutasini chiqargan do'stlar. Narxi $20 boshlandi va 70 necha dollarga chiqib, hozirda $11 tashkil qilmoqda. Buni o'sha payt men video obzor qilgandim. Mana 77.24. O'sha paytning o'zida men ozroqgina sotib olgandim. Lekin pulimni 3 barobar qilib oldim o'sha paytda o'zida. Boshida kirdim, kuzatib turgandim. Где-то mana shu yerlarda sotib oldimmi? Ozroq pulga sotib oldim. Srazi pulim mana shu atrofda sotib oldim. Bu juda ham zo'r. Ya'ni bu Trampning official spesialniy o'zini kriptovalyutasi bo'lganligi uchun bunga hali ishonsa bo'ladi albatta. Hali katta natijalarga erishadi. Sababi Tramp уже Amerika prezidenti. Uni o'zini qancha mehmonxonasi, bizneslari bor. Shuni orqasidan agarda mehmonxonaga to'lovni meni o'zimni shaxsiy tokenimda qilasanlar desa, уже hamma mana shu kriptovalyutani sotib olish kerak bo'ladi va bu juda ham katta miqdorda оборот aylanmasi bo'ladi. Buni hisobidan bu token ko'tariladi, iloji yo'q. Bu ko'tarilish aniq desak ham bo'ladi. Tavsiya berib qolaman. Eng past narxi xo'p $9.54. Agar shu atrofga yana kelsa, albatta sotib olinglar. Hozir ham yomon emas. Bu hali ko'tariladi albatta. Prosta eng hozircha maksimal tushish $9.54 bo'ldi va srazi ko'tarilib, sekin yana ko'tarilib ketdi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bir kunlikda turibdi. Bu 15 daqiqalisini ko'rishimiz mumkin. Binance'da ishqilib ishlashni hammaga tavsiya beraman. Ammo bu yerda futures'i bor. Futures'ga tushunib turib, tushunmay turib tavakkali kirib tashamanglar. Buni o'zini ham nimalari bor. Keyin bu yerda plecho bor. Plechoni endi videolarda ko'pchilik ko'radi-da, 60 plecho, ikkida 40, 80, hozir salonlarga mana 100 plecho beryapti. Endi agarda siz yangi bo'ladigan bo'lsangiz, eng maksimali 5 plecho bo'lishi kerak. 5 plecho. Undan o'g'aya siz pulim yo'q deb so'rasangizlar ham bo'ladi. Xo'p, bu uchun kamida 10 yillik omadlaringiz ketib qolishi kerak katta pul ishlashingiz uchun. Xo'p, mana 5 plecho eng katta qo'yishlaringiz. Yana birga qo'yishni tavsiya bermayman. Undan ko'ra spotroq o'sha sotib olishlaringiz kerak. No, futures'ni o'zi bu diniy jihatdan yaxshi emas. Agarda o'sha bunga qaraydiganlar bo'lsa, men tavsiya bermayman. Spot bu halol, albatta kriptovalyutani sotib olish va sotish bu bir tovarni sotib olib sotgandek gap. Agarda onlayn pullar harom bo'ladigan bo'lsa, plastikdagi pullar ham o'sha harom bo'lib ketishi kerak. Xo'p, menda hech qanday nima beradigan diniy tarafdan nimam yo'q. Lekin diniy tarafdan qaysi 2024-yil yozidami o'sha O'zbekiston diniy ulamolar nimasi fatvo chiqarganda kriptovalyuta harom deb va o'sha kunning o'zida chiqqan kunida yo'q bu fatvo qaytarib olindi. Bu ehtiyotsizlik sabab chiqib ketgan degan nimada. Hozircha harom deyilgan joyi yo'q. Bitcoin o'zi bu sarmoyali tarzda qazib olinadi-da bu. Buning uchun qancha tok kerak bo'ladi. Shunga o'xshash o'zining instrumentlari, kompyuterlar unga qarab turish kerak, sovutib turish kerak. Xullas, uni o'zini ishi bir ko'p narsada. Shuning uchun u lekin harom deb nima qilish ham qiyin. Lekin buni harom yo'lda ishlatish mumkin. Qanday o'sha har xil nimalarni to'lov qilishda foydalansa bo'ladi. Lekin oddiy pulni ham shu yo'lda foydalansa bo'ladi. Shu yomon yo'llarda foydalansa bo'ladi. Bu ikkisi nima? Lekin kriptovalyuta bu kelajak desa ham bo'ladi. Buni Saudiya Arabistoni katta shayxlari ham aytgan, shayxlari, o'sha qiroli, nimasi, shahzodasi ham. Biz Bitcoin bizga kerak. Sababi biz dollar qaramligidan chiqib ketish uchun bizga kriptovalyuta Bitcoin kerak degan. Rostdan ham sababi dollar ancha-muncha joyda ishlaydi.
salkam butun dunyoda dollarni eng birinchi pullardan-da, legendarniy pullardan. Lekin hozirda dollar ancha nima bo'lyapti, u ham qadrsizlanyapti. Sababi o'sha Arabistonni nefti bilan nechidir yillik shartnoma bo'lgan ekan, faqatgina dollarda savdo bo'ladi degan. Shu hisobidan dollar ancha muncha o'z qurbini yo'qotmay kelgan. Ya'ni pulni ishlab chiqargan davlat bu dunyoni boshqaradi. Ya'ni hozir Amerika qarz, palon dollar qarz deyilishi mumkin, lekin u davlat o'sha dollarni ishlab chiqaradi. Qog'ozni o'sha ularni o'zi ishlab chiqaradi. U milliard, trilliard qarz bo'lmaydi. Sekin-sekin yilma-yil o'sha pulni ishlab chiqarib berib yuboradi ular. Ular tilla, oltin, ya'ni olmos, shunga o'xshagan qimmatbaho metallarni yig'adi. Bitcoin o'zini davlat zaxirasi ham hozirda Bitcoin bor Amerikada. Amerikani davlat zaxirasi bor. O'sha Tramp aytgan saylov bo'lgandan keyinmidi, oldin ham keyin ham aytgan, shu kriptovalyuta zaxirasi bo'lishi kerak, oltin, neftga o'xshagan zaxirasi bo'lishi kerak deb o'sha Tramp boshchiligida основной Amerika zaxirasi uchun juda katta miqdorda Bitcoin sotib olindi. Boshqa ba'zi bir davlatlar, shtatlar sotib oldi. Shu hisobidan Bitcoin misli ko'rilmagan $109,000 ko'tarildi. $100,000 oshdi xullas. Xo'p do'stlar, hammaga rahmat. Savollar bo'lsa yozib qoldiring. Ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish uchun albatta adminlarimizga Telegram kanaliga o'tib murojaat qiling. Ular qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Albatta skrinshot tashlab turasiz. Sizning akkauntingizga kirib boshqa hech narsa qilmaydi. Xo'p, hammaga rahmat. Videomiz kengroq tarqalishi uchun albatta like bosib qo'llab qo'ying. Bundan keyingi videolarni o'tkazib ko'rmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.